davrida turk dunyosining boshqa hududlarida harbiy san'at keskin o'zgarayotgan edi. Usmonli imperiyasi 15-asrdan boshlab markazlashgan davlat tuzumi va doimiy yanichar qo'shinini shakllantirdi. Yevropadagi qal'alar bilan to'la jang maydonlari tufayli ularning armiyasida zambarak va miltiqlar keng qo'llanila boshladi. 16-asr boshlarida Chaldiran, Marjadabaq va Ridaniya janglarida Usmoniylar an'anaviy yengil suvoriylarga tayangan ikki yirik turkiy davlatni mag'lub etdilar. Ulardan biri bo'lgan Mamluk sultonligini ham shu tariqa batamom tugatadi. Bu janglar harbiy tarixda burilish yasab, qo'riqli qurollarga tayangan piyoda qo'shinlarning ustunligini ko'rsatib berdi. Shundan keyin Safaviylar davlati Usmoniylar bilan raqobati sabab qo'shinini qayta tashkil qildi. Boburiylar imperiyasi esa Hindistondagi janglarda ustunlikka erishish uchun artilleriya va miltiqli askarlarga tayana boshladi. Biroq O'zbek xonliklari bu harbiy o'zgarishlarni uzoq vaqt amalda ko'ra olmadilar. Sababi geografik sharoit hamda moliyaviy imkoniyatlarning cheklangani tufayli qo'riqli qurollarni keng joriy qilish qiyin bo'ldi. Uning yana bir sababi 16-asrda yuz bergan buyuk iqtisodiy o'zgarishlar edi. Yevropaliklarning geografik kashfiyotlari natijasida dengiz savdo yo'llari ochilib, Buyuk Ipak yo'lining ahamiyati keskin kamaydi. Natijada Turon mintaqasi o'zining tranzit savdo markazi sifatida rolini yo'qotdi. Bu esa savdo hajmining pasayishiga, asrlar davomida mavjud bo'lgan madaniy almashinuvning susayishiga olib keldi. Shu tariqa o'zbek urug'lari o'rta asrlardagi ikki muhim moliyaviy tayanchdan, ya'ni savdo bojlaridan va tobe hududlardan olinadigan daromadlardan mahrum bo'la boshladi.